Ha, bu tabii. 2026-yilda uyga asfalt qilish narxlari nech pulga tushadi deb qiziqib yurgan yurtdoshlarimiz uchun bugungi videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Assalomu alaykum, Ixlos Gate YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari. Ko'rib turganlaringdek, bugungi videomiz hovlilarga mana shunday holatda asfalt bosish narxlarini sizlarga yoritib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'ysalaring, shunaqangi asfalt qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlaring bo'lsa, tashlab qo'ysalaring, ularga ham manfaatli bo'ladi. Hozirgi kunda bu obyektimiz olib kelib ko'ring. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbo'yra degan joyga ustalarimiz qilib berishyapti ekan. To'liq ma'lumotini akamizni o'zidan olamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz-chi aka, xalq xizmati. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi aka? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Aka, bularda narx-navolari keyin video davomida boshqa mahsulotlarga qaraganda afzallik tomonlari haqida bir qator ma'lumot berib keting. Sizlarning mutaxassisliklaringiz shu. Asosiy bu boshidan boshlasak bu metpsoy. 2 marta yuvilgan aka metpsoy. 2 marta yuvilgan. Saqichlari kelgan Rossiyaning saqichi. Gazprom haqiqiy saqich. Asfalt o'zimizni Farg'onaniki. Asfalt o'zimizni Farg'onaning zavodidan. Misol hamma yo'g'iga javob, saqichiga javob, aralashmagan, boshqa bo'lmagan o'sha haqiqiy Rossiyaning saqichi. Qatchlari ham zo'r. Bosganimizdan keyin ustidan yuraveradi sirasi odam hali. Xolasa qum chachadi, xolamasa chachmaydi. Bemalol. Ha, bemalol. Hali o'zini talabiga qarab chachib bersa chachib beramiz, bo'lmasa chachish ham shart emas. Mayinliklari ham mana zo'r. Toshlari ham o'sha kesilgan toshlar aka. Bosib bo'lgandan keyin mana shu qolish qalinligi qancha qoladi? 5 qoladi. 5. Ha, toza 5 qoladi. Toza 5 qoladi. Shunaqa. Shu chiqishi ham mana shu dekorativniy bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. O'zi bu xonadon ham o'ta fayzli tushgan ekan, o'shaning uchun rostmana tekizlangandan keyin o'ta chiroyli holatda kelyapti. Mana bardyorlarni ham o'zimiz qilib berdik. Ha, bularni. Bularni ham mana shu o'zimiz qilganmiz, Versace bu. Ha, bularni ham o'zlaringiz xizmatlari ichida. Oq bardyor, ha? Ichida bo'ladimi bu alohidami? Yo'q, bu alohida metriga bo'ladi. Bu metriga 35 mingdan bo'ladi. Mashinasi Versacesi, keyin oq, qizil, qora, qizil, qorasi 35 mingdan bo'ladi. Endi oq bardyori bor, u 40 mingdan. Tushunarli. Hamma yo'q o'zimizdan bo'ladi. Bu o'zimiz olib borib qilib uklonlarni olib bosib beramiz. Aka, buni mana tayyorlash jarayoni. Ha, tayyorlash jarayoni ham o'zimiz tayyorlaganmiz. Zasipka kamroq yesa, mana shu metpsoy. Aralashma 70 ga 30 ketadi. Zasipkasi misol 5 sm oshib ketsa 10 yesa mana shundan. Undan oshsa misol 15-20 bo'ladigan bo'lsa, shag'al bor. Mayin shag'al, hozir elama shag'al bor. O'sha elama shag'alni ishlatamiz. Bu shu o'zlaringdanmi, uyda egasidami? Yo'q, buni uyda egasi olib beradi. Misol mana shu 360 kvadrat bo'lsa, bunga bitta hovani olib beradi, xizmat ichida. Tushunarli. Bo'lgan. Ha, sizlar tekizlab o'zlaring o'zimiz tekizlab o'sha pulni ichida. Ha. 3 kvadrat ichida bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Qanday sog'liq charchamay? Sizlar taniyapsiz, sizlar tanimayapsizlar. Charchamay. Ha, rahmat. Yaxshi qilyapti emasmi? Çok asfalt. Menga ma'qul bo'ldi asfalt. Ha, aytasiz. Sifati ham zo'r ekan. Ha, sifati ham zo'r. O'zingiz tushunsiz, charchamayapsizmi? Ishlar bilan. Ana, tog'ingiz olib kelmabsiz bunaqa. Tog'amlar endi dam olishyapti, o'rnilayapmiz, ishlayapmiz. Juda ma'qul-da. Bular bilan biz sakada ishlamaganmiz. Ha, bemalol. Asfalt kachistasi yaxshi-mi? Kasba zo'r asfalt. Saqichlari hamma o'ng joylar qilib. Maylagan asfalt. Ustida turib olyapsiz buni. Juda zo'r-da. Endi bir joyga borib keyin qilsangiz ham hali nima desa bo'ladi. Ertadan keyin arkasidan o'rinmaslik kerak esa bro. Ha, o'shanaqa. Yaxshimisiz, salomatsizmi? To'paykan pulni halol olish kerak aytamanmi? Estorson ag'al bo'lsa ham baribir asfalt nimasi yaxshi-da. Ha, o'shanaqa. Baribir endi hozir nimadan, stashkadan, burchatkadan arzon ham tushadi, tez bityapti. Qum sepelim deb sepmaydi, tro'shasini deydi. Yo'q, qumcha shart emas, o'zi mayinligi hamma yo'q joyida. Zo'r ekan. Chasitva joyida. Zo'r, Xudoga shukr. Oldin bilan gaplashib o'tirdik aytdi. Ha. Narigi asraga nimani hozir u ham deydi, zerikib qolyapti dedi. Omborxonada. Ha. Hoji aka, bet общий necha kvadrat bo'lgan? Bet общий 300 necha yillar oldimmi? 360. Ha, 360 edi. Tushunarli. Hozir men ko'ryapman aka, bunda tekizlashyapti. Bundan keyin yana orqasidan
Boshqa narsada ham yurgiziladi. Orqasidan vibrator yuriladi. Ha, o'shani ham ma'lumot. Endi hozir yana katta joylar, misol ishxonalar bo'lsa, batga mana misol yengil mashina kiradi. Aha. Misol katta mashina kiradigan joylarga boshqa katoylarimiz bor. Tushunarli. 500 kilolik katoyimiz bor, 1 tonnalik bor, 4 tonnalik bor. O'zimiz o'sha joyiga qarab, aka sizga mana shu katoy ketadi, mana shunaqa qilib bosib beramiz deymiz. Ha. Mahallalarga o'sha texnikamiz uklachi, o'sha katoy, grader hamma yo'g'imiz bor. Hali problema yo'q. Borib zakaz beradi. Pul xizmatlarimiz ham unaqa qimmat emas. Bizda o'sha brigada ko'p. Paspalni ham o'sha prямо o'zimiz olib chiqamiz. O'sha hali boshqa hali unaqa chiqimlar yo'qligi uchun narxlarimiz ham o'sha cho'ntay bor. Tushunarli. Oshib ketsa 70 ming kvadrat, 60 mingdan 70 minggacha. Shu holati. Ha, shu holat. Tushunarli. Kvadrat ob'yom kattalashsa, deylik o'sha mahallalarga bo'ladigan bo'lsa ham Mahallaga tonnaga bo'ladi. ha, ular arzonroq tushadi. Ya'ni katta ob'yom kattaligi uchun. Ob'yom kattaligi uchun. Tushunarli. Aka, xizmatlar qaygacha bo'ladi endi aka? Xizmatlar o'sha vodiy bo'ylab, Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab, misol o'sha chekkasigacha parda tursin, misol Namanganda parda tursin, tog'li joy, Nanay, hamma yoqqa boramiz, Kosonsoy. Narxlari shu holatda ketadimi yo ozgina o'zgarish Yo'q, bo'ladimi? narxlar mana misol o'zimizni Farg'onani 60 ming desak, ularga nima? 65 ming, 70 ming. Tushunarli. Qo'qonni, Beshariq, Yaypan tomonlari ham shunaqa 65 ming, 70 ming. Ularga nimagaki yo'li uzoq. Biz endi hali yo'l kirasi qimmat tushadi-da. Ha, tushunarli. O'shaning nisbatiga. Xullas akalar, sizlarga ham shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, akalarimiz chiroyli qilib shunaqa xizmatlarni qilib berishaveradi. Mana bu joyda mana tekizlangandan keyingi holat ekan. Maydaligi o'ta tekis chiqar ekan. Aka, buni afzallik tomonlarini ham bitta aytib o'tdik. Afzalligini. Ha? Afzallik tomonlari endi misol buni eng afzal tomoni birpasda qutilar ustalardan shu. Misol hali kelib bir kunda bo'ladi-da endi. Ha, bir kunda bo'ladi. Ha. O'sha bitta abit qilib berasiz, ketiladi. Misol siz ham uyda yasab ishini qilaveradi. Boshqa o'sha eng afzallik tomonidan bitta. Shuncha joyda haqiqatan stajga qiladigan bo'lsa, bir hafta qiladigan bo'lsa, har kuni ovqatga ularga to'g'ri. Misol agar biz stajga ham, burchatga ham hamma ish qilamizda. Stajga qilsa endi 5 kun, 6 kun, burchatga qilsak ham bir hafta 10 kun olamiz. Ha. Endi bu asbal o'sha bir kunda bo'ladi. Endi hammasida ham o'zini o'rni bor. O'zini o'rni bor. Mahsulot yaxshiroq. Buni endi foydali tomoni asosan aka qaysi taraflari foyda odamlar? Endi misol eng zo'r tomoni bu sovuq basda issiq. Eng zo'r tomoni misol mana yoz kunida ham yalang'och yursangiz bo'laveradi. Bolalarga ham hali xavotir olmaysiz, sovuq o'tdi, boshqa bo'ldi. Keyin bunda sirpanishi kam buni, ancha kam. Yosh kattalar ayniqsa burchatdan sirpanchiqligi pastda kamda bu. Yo'q desa ham bo'laveradi. To'g'ri. Muzlamalarga hali keyin tog'li hududlarga zo'r aytadi. Bu haligi yorilmaydi bu. Ha. Muzlasa, yer muzlasa yorilmaydi. Muzdan tushgandan keyin yana o'sha oftozni ko'radi, yana o'zini holatini tiklab olaveradi. Yorilib ketib, boshqa bo'limni stashkalar ham muzlasa yoriladi. Burchakda sirpanchiq bo'lib qoladi. Sirpanchiq bo'ladi. Biz o'zimiz ham endi navigatsiyamiz shunaqa narsalar ko'p joyda o'sha burchakka qilingan joyda sirpanchiq bo'lganligi uchun ustiga naves qilib berdik, ustidan yana shu asfalt qilaman deganlarni ham ko'rdik. Keyin eng zo'ri buni hozir chiroyli chiqyapti o'sa. Hozir texnika kuchayib, mana toshlar ham mayda-mayda bo'lib, mayin bo'lib, saqchamiz o'sha Rossiyadan kelib, hamma yo'q mustahkamligi ham yaxshi, chiroyli chiqishi ham yaxshi-da buni. So'g yirik bo'lib, andaqa xunuk chiqmaydi. Ha. O'shdan bo'lib chiqyapti. O'shuncha hamma bostiryapti. Общий necha pulga bityapti aka mana shu? Общий endi hozir 60 mingdan bo'ladigan bo'lsa, 360 kvadrat. Kvadrat bo'lganda ham 24 million bo'ladi. Undan sal ozroqqa tushyapti ekan. Shunaqaga tushadi. Bittada qutuladi. Xullas akalar, sizlarga ham shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, undan tashqari boshqa o'sha stajga ularga ham telefon qilsa bo'laveradimi aka? Ha. Faqat asfalt bo'yicha xizmat. Yo'q, biz hamma xizmat qilamiz. Bo'ldi. O'zlaringga ma'qul kelgan o'sha stajga yoki burchatga xizmatlari ham bor ekan. Mana men ko'rib turgan narsalaringda aka alohida metri necha pul bu? Buni mana shu Versachisi bor, keyin qizili, qorasi, keyin sement o'zining rangi bor, ular 35 ming. Ana oq sementda, oq toshda bo'ladigan bordyur bor, u 40 ming. Metr. Qo'yib berish ham ichidami endi? Hamma yo'q ichida. Tushunarli. O'zimiz olib kelib qo'yib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, rahmat. Chetdamiz. Bo'ldi. Hozir borib, arzon to'g'ri keyin. Xullas akalar, sizlarga ham shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa,
aloqaga chiqarasizlar. Ha, Ustalar rahmat raqamini aka. ekranga qoldirib qo'yamiz. Bemalol Mana shunga harakat qilyapmiz. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda vodiy bo'ylab narxlarni Assalomu alaykum. xizmat qilib berishavergan. Salomat.